Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nasriddin afandining 3-4 botmon yeri bor ekan. U ana shu yerda dehqonchilik qilib, ro'zg'or tebiratar ekan. Lekin dala katta bo'lgani uchun bir o'zi mehnat qilishga qiynalib qolibdi. Bitta dastyorim bo'lgandamidi, sira qiynalmagan bo'lardim. Bu Nasriddinning qo'shnisi Qudratboyvachcha. O'ta qo'rs, xasis va laqma odam. Voy Nasriddin, kalla ishlamaydi seni. Bunaqangi jaziramada hatto meni eshagim ham tut tagida salqinlab yotadi. Tentak. Haliyam ishlayapsanmi? Bu kundan battar bu. Shunaqami hali? Shoshmay tur, seni. Ha, piching gap kimning ham nafsoniyatiga tegmaydi deysiz. Hangoma ana shu kundan boshlanadi. Voy Nasriddin, nima qilyapsan? Sendan gap so'radim. Nima balo, aqlda ozdingmi? Voy tentak gapirsan. Yaxshi. Xalaqt bermang, boy ota. Men tezroq xazinani topishim kerak. Nima? Xazina? Entaktori. Qanaqa xazina? Yo'q, buni sizga ayta olmayman. Jon Nasriddin, ayta qol endi. Yo'q, ilojim yo'q. Endi bu sirni tagiga yetmasam o'lib qolaman. Qo'ymadingiz-da. Lekin bu sir oramizda qolsin, boy ota. Kelishdik. Birovga aytsam, til tortmay o'lay. Otam rahmatli tushimga kirib, Xo'sh. men ko'mgan xazinani topsang kam bo'lmaysan dedilar. Ana xolos. Menimcha xazina mana shu yerga ko'milgan bo'lish kerak. Dalani bir chetdan ag'daraveraychi, topilib qolar. Senga o'zim yordam beraman. Xazinani bo'lishamiz. Qo'yinga, boy ota, xazina o'zimga kerak. Al, buyoqqa ketma. Voy, ota. Shunday qilib Qudratboy kunni kun, tunni tun demay ishlayveribdi. Yo tavba. Boylikni qudratini qarang. Qoyil qolmasdan ilojing yo'q. Bir nima topdi shekilli. Qudratboy 2 kun tinimsiz ishlab, kattagina dalani chopiqdan chiqaribdi. Xazina yo'q-ku. Balki otam xazinani dalaga emas, boqqa ko'mgandir. Boni ham kovlaymiz. Mayli boy ota, mehnatingiz zoyi ketmasin. Bu yerga jo'xori bilan sabzi ekib qo'yamiz. Nima dedingiz? Menga farqi yo'q. Ha. Qudratboyning ko'zi ko'rmas, qulog'i eshitmas, xayoli faqat xazinada edi. Nasriddin ham tekin dastyordan unumli foydalanishga harakat qilardi. Ertasi kuni ham Qudratboy sahar mardondan Nasriddin afandining bog'iga kelib, g'ayrat bilan ishlay boshlabdi. Boqqa suv keltirib sug'arsak, yer yumshaydi. Keyin xazinani topishimiz oson bo'ladi. Bo'pti. Ariqni tozalamasak suv oqmaydi, boy ota. Bunga kamida 1 oy vaqtimiz ketadi. Balki bitta yarimtani yordamga chaqirarmiz. Yo'q, kerak emas. Sherikni ko'paytirib nima qilasan? O'zimiz tozalaymiz, o'zimiz. Qudratboy bilan Nasriddin bir necha kun tinmay ishlab, ariqni xas-xashak, toshu tuproqdan tozalashibdi. Mana endi dalani ham, bog'ni ham sug'orsa bo'ladi. Qudratboy yana ishga kirishib ketibdi. Unga har bir daraxtning tagiga xazina ko'milgandek tuyular ekan. Buni nima qilasan, Nasriddin? Mana shu niholni qaddini tik qilib, shu yog'ochga bog'lab qo'ysak, u to'g'ri o'sib, baquvvat daraxt bo'ladi. Agar shu holicha qoldirsak, u qiyshayib sinib ketishi mumkin. Bu orada dalaga ekilgan jo'xori bilan sabzi ham mo'l hosilga kiribdi.
Sen meni ahmoq qilyapsan shekilli. Bu yerda ham hech narsa yo'q. O'zim ham hayronman. Balki otam xazinani boshqa yerga ko'mgandir. Endi nima qilamiz? Xazinani albatta topamiz, lekin avval Jo'xori bilan sabzani yig'ishtirib olaylik. Yaxshi. Kendi Jo'xorini hosilini bo'lishamiz. Roziman. Boyota, siz mayli Jo'xorini so'tasini oling. Menga poyasi ham bo'laveradi. Nima dedingiz? Meni laqalataman deb ovora bo'lasan. Poyasini men olaman, chunki u ko'proq. Ixtiyoringiz, Boyota. Afandini boplab laqillatdim. Hosilning ko'pi menga tegdi. Voy ahmoq-ey. Kep qolinglar. Jo'xoridan olib qolinglar. Qopi 5 tangadan bo'ldi. Olinglar. Jo'xori poyasiga kelib qoling. Olib qoling. Bir bog'ini 10 tangadan sotaman. Sotaman-u ketaman, kelib qolinglar Jo'xori poyaga. Poyani bog'ini 10 tangadan sotarmiz. Esini yeganmi bu boy? Qudratboy. Jo'xori poyani bu yerda emas. Mol bozoriga borib sotish kerak edi. Yo'q. Savdoga baraka, Boyota. Xo'p desang, 1 tangaga olaman g'aramingni. Xo'p. Umrida mehnat qilmagan Jo'xorining so'tasi qimmatroqmi yoki poyasimi farqiga bormaydigan boyga izza bo'lgani juda alam qilardi. Hoy pandavaqa. Sen shu holingda meni chuv tushirib o'tiribsan-a? Iya, qiziq ekan-ku Boyota. Axir Jo'xorini poyasini o'zingiz tanladingiz-ku. Ko'ramiz, endi kim gol bo'lar ekan. Qani, bu safar ham tanlash sizdan. Ha. Yerning ustidagi meniki, tagidagi seniki. Aqlingizga qoyilman. Kep qoling, op qoling. Sabzini bir qopini 5 tangadan sotaman. Menga bir qop. Oling. Kelib qoling, sabzi bargiga bir bog'ini 10 tangadan sotaman, kelib qoling. Yana. Savdoyingizga baraka, Boyota. Yolg'onchi, firibgar. To'xta. Ay, yana meni aldading-a. Meni? Men bu yodaman. Yana meni laqillatding-a. Qani, yo'l qoziga. Borganim bo'lsin. Mana bu firibgar yetishtirgan hosilimizni ham o'ziga olib, menga quruq poyasini berdi. Buni kasriga bozorda odamlarga kalaka bo'ldim. Iltimos, shu masalani adolat bilan ajrim qilib bering, qozi janoblari. Xo'sh, bu da'volarga nima deysiz, muhtaram afandi? Men Boyotani aldaganim yo'q. Xazina topilmagani uchun o'zim ham xafa bo'ldim. Lekin sabzi bilan Jo'xorini sotib, anchagina boylik orttirdim. O'ylab qarasam, otam rahmatli dalaga xazina ko'milgan deganida hosilni nazarda tutgan ekanlar qozidomlar. Agar odam chin dildan mehnat qilsa, yerdan mo'l-ko'l hosil olishi mumkin ekan. Aqlingizga tasalli. Yetishtirgan hosilimizni taqsimlashni Boyotani o'zlariga qo'yib berdim.
u kishi kamdan ko'ra ko'p yaxshi deb jo'xorini poyasi bilan sabzini bargini o'zlariga oldilar. Bor gap shu. Nasriddinning aybi yo'q. Sen otangni davlatida mehnat nimaligini bilmay o'sgansan. Xo'roz, bedana urishtirib, undan qolgan merosni ham sovurib yubording. Ochko'zliging va ahmoqliging tufayli shu ahvolga tushib o'tiribsan. Endi aqlingni yig'ib ol. Soqchilar, Axir qo'zicha mana uni olib chiqib tashlanglar. Hop bo'ladi. Qumbarlar qo'yvaringlar. Rahmat sizga taqsir. Sen ham bora qol. Turing, boyota. Mana sallangiz. Birovlarni masxara qilish yaxshi emas. Rahmat senga Nasriddin. Mana bu esa sizni ulushingiz. Oling. Oy, 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 oy. Oy. Kechir meni Nasriddin. Endi hech kimni kalaka qilmayman. Shunday qiling, boyota. Baraka topasiz. Qaytar, pulimni beringlar. Bu pullar halol mehnatim emas deb berilgan. Beringlar. Ha, azizlar. Mehnat bilan topilgan halol pul juda qadrli bo'ladi.